Sizlar bilan Shadow Blaze. Bugun uje kechangi o'tgan videodagi hardcore world'imizni ikkinchi nimasi qismi. Bugun ikkinchi kungacha yashaymiz. G'alati bir kundan video olish. Nima ham dedim, majburman. Tayga nima yo'q. Tayga bilan bo'lsa ehtimol shu qolish mumkin. Chunki taygani juda ham yaxshi ko'raman. Yo'l albatta ana pakidan olib o'tamiz. Chamber agar bilsangizlar, looting uchun eng zo'r joylarga men Trail Chamberga borishni xohlamayman. Огромный гора. Shu atrofda uy qursam bo'ladi. Tog'ga ulab. Majlislar. Lekin ancha territoriyani tozalashga to'g'ri keladi. Tepaga chiqamiz. Mayli, davom ettiramiz. Xo'sh. Hozir 1 minut. To'g'ri uchiga chiqishini endi o'ylash kerak. Instrument shart. Oydan. Ikkinchi kunda o'laman deb o'ylamadim. Qo'rqib ketdim. Qishloq. Nima bu? Siddan o'sha ikkinchi qishloq chiqishi. Ketmaga deyarli yo'lmaydi. Bu sidda o'lish juda ham yomon-da. Bu o'rni duplicate qilsam kerak menimcha, chunki mana ustuna kloslanamizlar. Bu shunaqa qo'shilib Minecraftga. Juda ham raidga menimcha uy bo'lsa kerak, chunki shu paytda bunaqa uy ko'rmaganman. Yo'q, ko'rmasam ham e'tibor bermaganman. Pastga tinchgina Winstondan tushamiz. Water drop qilishman qobiliyatim yo'q. Qanaqa tepaga chiqish? Uy chiqib ketdi. Uy tipi oddiy ekan. Menimcha oziq-ovqat umuman o'zi kerak deb o'tirdim, lekin men qo'rqmayman. Qanchalik xasisman, o'zim bitta personajimga ovqat bermayman, lekin juda ham katta kolичество ovqatimda. Qaysi ekan? Tepasida sandiq yo'q. Turistning Tesla'ga men
qishlog'idagi uylar bo'yicha men juda ham professional emasman. Sappa topdi. Uzr. Bironta uy ichiga o'tirib tursan, bir minut qo'ysin. Böyle. Yarımta kartograf. Уже bu sefer normal loot. Bechora o'z xohlagan ishiga o как раз men kerak bo'lgani. Stom ketdi. Agar bachchalar uyga men kirsam bilinglar, bu uydagi nimani bo'shatib qo'yishingiz kerak. Chunki men u uydagi hamma nimani olaman. Ya, qotibdi. Ну, yaxshi yomon emas. To'rt cho'pki. Kimdir agar shu sidni o'ynagan bo'lsa, siddan nimalar bu hammasini kommentariyada yozib qoldirishlaringiz mumkin. Men обязательно sizlarning kommentariyalarni o'qib chiqaman bir boshidan. Nima qilasiz? Nima qilasiz? Fermer olmadim chunki fermer taxlit juda ham oson. Hozir uylardan nima uchun aylanib yuradi desangizlar, men o'zimga mos bitta nima qidiryapman-da, место. Geografik joylashuv men uchun idealni bo'lishi kerak. Darak to'g'am idealni это yozilsa Cherniviy. No, ba'zan u idealiga men xohlaganday emaslar. Men xohlagan idealdagi sit u yoq bu yoqlarda bunaqa kerak. 100-kunga kelib men toparman, nima deysizlar? Yubileyda. Butun boshli 100 kunni yashash uchun har bir 10 minutdan ketadigan bo'lsa, 100 kun где-то 10 soatlar o'ynashim kerak. 10 soatdan ko'p, 12-13 soatlar. Yarim kun to'lka Minecraft o'ynasam 100 kun tugatar ekanim. No, men yarim kun to'lka Minecraft o'ynamayman. Mono pishirim. Oy. Qancha bo'lmanda? Oldi, ikkita. Juda ham katta kolleksiya. Aytanchi.
o'ta pishirib lekin hech narsa ko'rinmayapti. Men absolyutно menga kerak emas. Menimcha yana bilmadim. 15 dollarcha chelasam bu. Yo full bilan yoqsammikan? Shu ikkinchi kunim tugadi mana. Mayli. Sog' bo'lasizlar.